Assalomu подписчиктар, Xudo xolasa egadan Damas'ımız kelib turibdi. 24 ga 25 ekan bu. Mashina cho'tki sostaniyada. 3737 km yurib turibdi-ku mashinamiz do'stlar. Mana ishlardan cho'tki turibdi. Tap-toza. Chexoli bor, nilonlar qo'yilgan, magnitofon, nimalar bor. Bu mashinamizda toza paket balon qo'ygan ekan. Do'stlar. Balon paket. Arkalari poliklar qo'yilgan. Chexollar qo'yilgan. Bu mashinamizda metan qo'yilmabdi do'stlar. Metan benzinli mashin. Mana ko'rinishlari. Bu mashin 10 million so'm bilan kreditga chiqarib berdi Atlanska. Bari xarajat ichida nomer texpasport, zalog, konsulting uslug deganlar bari ichida Atlanska chiqadi. Notarius, g'oya bari ichida bo'ladi 10 million so'm bilan. Kimda 10 million so'm bo'ladigan bo'lsa, minib ketaverasiz. Tan narxi 90 dan kelishib turib beramiz deyapti do'stlar. 90 milliondan kelishib qaytib beramiz deyapti. Naq, barter, avtokredit so'za yetilaveradi do'stlar. Telefonlar yozib ketamiz hozir. Telefonni aytavering. 97 474 77 egasidan bog'lanasiz qiziqqanlar. Bemalol mashina абсолютно родной. Cho'tki so'sana turibdi. Ustansdagi teshkirtirib olaversa bemalol. Mashina kerak ko'ramiz desang, mana avtositiga kelasiz, avtositda turadi, kelaverasiz xolos. Keyin ham safar bemalol aloqa chiqarasiz.